103 dona qo'zi qadrli obunachilar. Hammasi so'ri, hammasi erkak ekan. Yana 500 ta izi bor. Buni ko'ringlar mana. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini deydi-ku? Buni shuna olib kirasizlar. 1 yil, 3 oy olib kirib ushlaysizlar. Keyingi yil to'g'ri Jetover salonidan Jetoverni minib chiqib ketaverasiz. Assalomu alaykum. Jasur o'z kanalining obunachilari. Bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube xizmatlar va kanal obunachilari. Do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Zangmol bozoriga yetib keldik. Bugun hafta kunlaridan shanba 27-iyun 2026-yil. Bugungi videomiz qo'y qo'chqor qatoridan bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Qadrli obunachilar, mana qo'y qo'chqor qatoridan yoritamiz, narxlarni o'rganamiz sizlar uchun. Ko'p ko'zi so'ragan akalarimiz bor. Mana bir vagon qo'zi sizlarga. Hozir shu narxlarni o'rganamiz. Nech pul ekan bu? Aka, yaxshimisiz? Nech puldan deyapsiz? 12dan deyapsiz. 12dan. Yoshi nima ekan bularni? Shishak. Shishak, ha? 12 milliondan. Bozor qancha qildi aka bularni? Bozor 9dan so'rayapti. Semiz ekan lekin. Qaranglar. Sonlari ham yo'qolib ketgan. 12dan aytilyapti. 9dan so'rayotgan ekan. Bermayotgan ekan akamiz. Ko'ringlar. O'zim semizgina ekan, shishak ekan, hali 2 tish ekan. Bu tarafda ham bor. Qo'chqorlar ko'ringlar, qadrli obunachilar. Qo'chqorlarni turma-turidan taxlab tashlagan. Ko'ringlar mana. Mana boshidagi 2 tani 8 milliondan deyapti. Mana bular 12 milliondan, sariqdan nariyog'i 15 milliondan. Mana bu 12 milliondan, mana bu 15 milliondan. Savdolari 9dan, 10dan har xil bo'lyapti. Yoshlari nima? Shishak chorimi? Yoshlari shishak chori ekan, qadrli obunachilar. Ko'ringlar, yoshi katta qo'chqorlar. Bular o'zi pishib bo'lgan, olib so'yish kerak faqat. Mana akamizga ham zo'r qo'chqor bor ekan, 2 ta. Aka, nech pul deyapsiz? 9 ga 10 deb. Mana bu 10, bu 9 mi? Savdo bo'ldimi? 8200 ga 7 million 300. 8 million 200, mana 10 millionligi. Mana bunisi 7 million 300 bo'lgan ekan. Yoshi nima ekan? Shishak. Shishak, ha? Shishakka chiqqan ekan. Mana ko'ringlar, qo'chqorlarning narxi. Sog'liq so'raganlar bor edi. Aka, siz nech bilyapsiz buni? Sog'liqda. Qisra 4 million. Kompaktli variantidan 4 million bo'lsa berib yuboradigan joyim deyapti. Ko'ringlar, mana qadrli obunachilar. Sog'liq so'raganlarga davom etamiz. Nech pul ekan ukajon qo'lingdagi? 6 deyapmiz. 6. So'radim bozor. Qancha so'radi? 5,5 so'rayapti. 5,5 so'ralyapti. Ukamiz bermagan ekan, mana ko'ringlar. Yoshi nima? Necha yosh? Yosh 2 yosh 3 yosh. 2 yosh yoki 3 yosh deyapti. Davom etamiz. Aka, nech pulga so'rayapsiz? Nech pul deyapsiz aka buni? 15 so'radim bozor. 15 deyilyapti, 10 so'ralayotgan ekan. Yoshi chorimi aka? Chorimi? Choriga chiqqan, ha? Choriga chiqqan qo'chqorlar ekan, mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Bu yerda semiz zo'rlardan. Asa dirkillab semiribdi lekin. Yumshoq go'shtga zo'r ketadi shular. Qovursa ispareli bo'lmaydi. Oshpaz akalarimiz bo'lsa, mana shulardan olsa, Hasan mosh kichkina katta qo'chqorlarni so'yadi-ku Toshkentdagi. Bizlardagilar mana shulardan so'ysa, bu kiloni zo'r beradi-da. Mana bu yerda mana ko'zi ishqibozlari uchun assalomu alaykum. Cho'ponni o'zi vagon olib kiribdi mana. Nech puldan? Bular har bir bo'lyapti. Qancha? Narxlarni ayting, boshlanishi qancha? Nech puldan bo'lyapti? 5dan deyapti. 5dan deyapsiz, ha? Ko'taraga 4dan so'radi. 4dan so'radi. Hammasi bir joyga. Urg'ochi, qo'chqor, Qo'chqor, faqat qo'chqor. faqat qo'chqor.
103 dona qo'zi qadrli o'rnashlar. Hammasi hisob, hammasi erkak ekan. Yana 500 ta izi bor. Buni ko'ringlar mana. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini deydi-ku. Buni shuna olib kirasizlar. 1 yil, 3 oy olib kirib ushlaysizlar. Keyingi yil to'g'ri Jetovur salonidan Jetovurni minib chiqib ketaverasizlar qadrli o'rnashlar. Ko'ringlar mana. Yana 500 ta izi bor deyapti akamiz. Haqiqiy cho'pondan posrednik yo'q o'rtada. Hozir telefon raqamini ham tashab ketaman, aloqaga chiqaverasizlar. Toza hisorlar, qadrli obunachilar. Telefon raqam 97lik 534 0125. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Necha dona desalaring topib beradi. Yana 500 ta qaytarib o'tib ketaman, izi bor. Ko'ringlar, baho beringlar. Tozalaridan, qadrli obunachilar. Davom etamiz. Hozir chiqib o'rta qatorga yuramiz. O'rta qatorda narxlarni o'rganamiz. Mana o'tgan yil qo'zi qo'chqorlar bor ekan bu joyda akamizdan ekan 5 million 200 deyapti. 5 dan bo'lsa beraveraman deyapti. 49-48 so'ralgan ekan ikkalasi. Mana ko'ringlar. Qadrli obunachilar, yaxshi semizgina ekan, badanlari to'la. O'rta qatorlarga ham yurib narxlarni o'rganamiz sizlar uchun. O'tib ketaylikchi. Aka qo'zilaringiz nechi pul ekan? Qo'zilar 4 dan deyapman akalar. 4 dan baho qo'yapsiz-a? Qo'chqor urg'ochi. Qo'chqor. 5 dona qo'chqor ekan. 4 dan deyapti akamiz. Bozor qancha qildi? 33 dan bir joyga so'ragan ekan 5 donani. Akamizdan ekan, shu yilgi ertachi qo'zilardan. Davom etamiz. Mana bu yerda ham qo'zilar bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kechki variantidan nechi puldan ekan aka bular? 2 million 400 dan so'ra. Hammasi bir joyga nechi dona ekan aka? 19 ta. 19 ta ekan. Hammasi bir joyga qanchadan dedingiz? 2 million 400 dan so'ra, men 3 milliondan bak qo'yib turibman aka. 2 million 400 dan tepaga chiqadi, to'g'rimi? 2 million 400 dan tepaga kelishadi. 2 million 400 dan tepaga chiqsa kelishadigan joyi bor deyapti. Ha, suyug'i quyug'i ichida, to'g'rimi? Kattalari ham bor. Qo'chqor urg'ochi aralashmi? Aralash, qo'chqari ham bor. Qo'chqor urg'ochi aralash ekan. Mana bunda katta-kattalari ham bor, ertachilari qadrli Ichida o'rnashlar. 2 million Suyug'i quyug'i bemalol savdo qilaverasizlar, mana ko'ringlar. Qo'zi izlaganlar bo'ladi. Kommentariyada qo'zi yoriting, sovliqlar bor bu yerda. Sovliqlar yoriting deydi, yoritamiz. Telefon raqam 88lik, yana 888 yana 888 0035. 0035. Nomer ham nomer ekanda, ha. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Mana shunday qo'zilardan kerak bo'lsa har xilidan bor. Hozir mana yoqda sovliqlar bor ekan. Aka nechi pul ekan sovliqlar? 5 deyapsiz. 5 deyapsiz, ha? Qisir ham bu. Ha, bu qisir. Mana bu ikkalasi qo'chqor. Bu ikkalasi qo'chqorlar qancha? Bunisi 7 deyapsiz, 8 deyapsiz. Bunisi 7 ekan, aytilishi mana bunisi 8, ha? Mana bunisi 8 ekan. Bu kashtanov ekanda, ranglari ham chiroyli ekan, ha? Sovliqlar bulari qancha aka? Aka, sog'liqlarni ayting. Nechi puldan ekan? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Sovliqlar mana qisirmi hammasi aka? Hammasi qisqa bir joyda 43,5 dan bo'lyapti. Savdosi aytilishi qancha? 5 dan aytaymi, kam bor. Kami bor, ha? Qurushdan savdosi bo'layotgan ekan. Akamiz 5 dan baho qo'yayotgan ekan. Suyug'i, quyug'i qurushdan bo'lyapti savdosi mana. Ko'ringlar. Qisir hammasi, ha? Hammasi qisir boladan ayrilgan yakka holatda. Qadrli obunachilar mana ko'ringlar. Sovliq so'rar edilaring tinmay mana sizlar uchun kelib sovliq narxlarini yo'rityapman. Mayli savdolaringiz bersin akalar. Bu yerda katta qo'chqorlar bor ekan mana, zo'rlari bor ekan. Aka nechi pul ekan qo'chqor? 15 dan. So'radim bozor. 15 dan aytilayotgan ekan. O'tib ketaylik. Bozor qancha so'radi aka? 31 uchalasini 31 so'ragan ekan. Lekin zo'r qo'chqorlar ekan. Semiz mana bu kashtanni qaranglar. O'ta zo'r holatda ekan. 15 dan baho qo'yapti akamiz. Donasiga 31 uchalasi bir joyda so'ralgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yoshi nima aka, chorimi? Cho'riga chiqqan ekan uchalasi. Qo'lingizdagi nechi pul aka? Bundan. So'radim bozor. 8 million 108 million so'ragan ekan. Ko'ringlar mana. Bular shishakmi akam? Bular Shishakka chiqqan ekan. Bular ham zo'r ekan, bular ham semiz ekan, mana ko'ringlar. Orqa tarafdan odam tiqilinch mana o'tib qaytyapti. To'g'ri tushunasizlar, qo'ldan kelgancha yo'ritamiz mana shu o'rta qatorda shunday bo'ladi. Ko'p tiqilinch bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham sizlar uchun qo'ldan kelgancha kirib yo'ritamiz.
Mana akamizda ham bor ekan. Nechi pul ekan aka? Qo'chqorlar. Qancha so'rayapsiz? Shuni o'zimi? 6,5. Biz 7,5. Aytilish qancha? 8 million 9 million ekan. Qadrli obunachilar, aytilishi. Savdosini ham aytdik. Mana ko'ringlar, Qo'chqorda. Akajonim, bitta tushirib olaylik shuni. Ko'ringlar, mana Qo'chqorga baho beringlar o'zlaringiz. Narx-navolarni ko'ryapsizlar, boshqa bozorlardan solishtirasizlar. Yoshlari nima ekan aka? Shishak, ha? Yoshi shishak ekan. Davom etamiz. Aka, mendan ish bo'lmas aka. Pulim so'ramayman, boshqa gap. Qanchaga so'rayapsiz aka? 50 ga. Qancha? 52 ga. Savdosimi? Barakasi. Barakami? Ketdimi? Ha, baraka bo'ldi. Akamiz oldi 52 ga ketdi mana qadrli obunachilar. Davom etamiz. O'tib olaylik, mana o'rta qatorlarga yuramiz. Nechi bilyapsan akajon? 45 deyapmiz. Bunda ko'rsatchi bitta. 45 aytilishi. Bozor qancha qildi? 40. Bozor 40 qilgan ekan, 45 aytilishi ekan. Shu yilga erta chiqib qo'ysa ekan, tullab boshlabdi shu. Mana bular sotilganlari. Jasuruz ukajon, Jasuruz rang mol bozorga chiqib keladi. Bemalol kirib ko'rib tomosha qilasan. Qani? Qancha baho qo'yapsan ukajon? 12. Bozor nima deyapti? Bozor 7,5. 12 baho qo'yilyapti. Qo'chqorimiz yaxshi ekan, holati 7,5 so'ralyapti. Yoshi nima? Shishak, cho'ri? Shishak hali. Shishak ekan hali. Badanlari to'la, yaxshi holatda ekan. Yaxshi qo'chqorcha ekan. Akamizdagi nechi pul ekan? 10 million. So'radim bozor? So'ramadan olim. Savdosi bo'lmagan. 10 million aytilishi. Yoshi nima ekan aka? Shishak. Shishak. Shishak qo'chqor ekan, qadrli obunachilar. Nechi pul deyapsan? Narxini ayt. 38 dan 37 dan so'rayaptimi? 37 dan so'rab turibdi mana. O'tgan yilgi qo'chqorlar har xilidan mana. Ranglarini ham qaranglar. 38 dan aytayotgan ekan, 37 dan so'rayapti. Qanchaga ketdi? 14 million so'rayapti. So'rayapsiz? Qaytaryapmiz. Qaytdimi? Qaytgan bo'ldi. berasan, shashmachi. 15. Ya baland. Baland ha. Ikkalasi 15 bo'lsa beraveraman deyapti. 14 ga so'ragan ekan bozor. Mana qo'zilarimizni ham ko'ringlar. 38 lik qo'zilar. Yana bir bor aytib o'tib ketayin. 37 dan savdosi bo'lgan. Bu nechi pul ekan aka qo'lingizdagi? 6 million deyapti, 5 million 800 bering deyapti. 5 million 400 ming so'rayapman. 5 million 400 ga so'rayapsiz? 5 million 400 ming so'ralyapti. 5 million 800 ber egasi deyapti, ha? 5 million 400 ming so'rayapman, bermayapti menga. Bo'ladi. Yoqda mana so'g'liq bor ekan, bo'g'oz so'g'liq ekan, 5,5 aytilishi ekan, 5 dan so'ragan ekan. Qo'zilar ham 5 dan ekan, qadrli obunachilar, qo'zilari 5 dan ekan. 4 million 700 dan so'ragan ekan. Shu yilgi qo'chqor qo'zilar. Davom etamiz. Mayli ukajon, savdoing bersin. Qadrli obunachilar, baraka bo'ldi. 27 dan 10 dona qo'chqor urg'ochi aralash sut qo'zilar. Olamiz qo'ydi. Ikkita o'qchoq ketyapti. Yarimdan suyug'i quyug'i ichiga ko'rsatib o'taman. Yo'qsizlari ham bor ichida, mana ko'ringlar. 2 million 300 ga baraka bo'ldi ikkitasi. Mana 2,5 dan deyapti, mana ko'ringlar. Yo'qsizlari ham bor. Qo'chqor urg'ochi aralash. Orqa tarafda ham bor. Nechi puldan ekan aka kattalar? Aka nechi puldan ekan? Sizdanmi? Bermayapsiz ha? Aytilishi qancha aka? Aytilishi qancha? 4,5 dan. Qo'chqor urg'ochi aralashda, ha? Qo'chqor urg'ochi aralash mana. Erta chiqib qo'ysalar, ko'ringlar qadrli obunachilar. Mana u o'ta suya yirik ekan, ha lekin. Bu nechi pul aka? Yakkaga 4,5 so'rayapti. Aytilishi qancha? 4,5 dan ko'tarsa beraverasiz.
4,5dan tepaga ko'tarsa berdik. Eng suyagi yeriga ekan mana shu. Ko'zlarni ichida. Zo'r qo'chqor bo'ladi-ku. Mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Hozir bu tarafdan o'tib ko'rsataman. Mana orqa tarafdan o'tib ko'rsataman, ko'ringlar. Qadrli obunachilar, mana qo'zilarni shu yoqda ham bor ekan. Uka, sendagi nechi pul ekan? Aytilishi. Aytilishi 3 million 200 dan. Savdo qancha bo'ldi? 3 milliondan bo'lsa beraverasan, ha? 3 milliondan bo'lsa beraverar ekan. 3 million 200 aytilishi. 3 milliondan bo'lsa ukam beraveraman deyapti. Qo'chqor urg'ochi aralash, ha? 4tasi urg'ochi ekan. Mana 4ta urg'ochi ekan, 4ta. Alohida shu o'tiribdi ukam. Qadrli obunachilar, urg'ochi ekan 4tasi. Mana bu qolganlari qo'chqor ekan. 3 milliondan beraveraman deyapti ukamiz. Mayli, savdoyingiz bersin ukam. Mana bu yerda sovliqlar bor ekan. Mayli, rahmat ukam. Aka nechi puldan deyapti sovliqlarni? Sog'liq. Shunisi 7 deyapmiz, qolgani 6,5. Mana bu 7 ekan, qolgani 6,5 dan aytilish, ha? Aytilishsiz. Savdo qancha bo'ldi aka? Ana uchoq 56 dan bo'ladi, 5 million 600. 5 million 600 dan sho'la. 400 so'rayapti. 6 million 400. 400 Ko'ringlar mana. Qisirmi aka bular? Qisir qo'ylar. Qisir qo'ylar. Mana sovliq so'raganlar bor edi, mana bu tarafdan ham o'taman. Ko'ringlar. Aka telefon raqam aytamizmi? Aytamiz. Ayting. 99lik 99lik 710 710 4593. 4593, ha? Mana shu izi ko'p, mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Jasur o'zi ukajon. Shunday, ya. Jasur o'z Zangior bozorda chiqib keladi, ukam. Mana qadrli obunachilar, ko'rib turibsizlar. Bu yoqda ham bor ekan. Nechi pul ekan? Qancha? 51 dan. Qisir aka? Aytilishi qancha? Aytilishi qancha? Aytilishi 6 dan. Qo'chqorni ichida yurgan, ha? Qo'chqori bor ekan ichida, qadrli obunachilar. Qo'chqorni ichida yurgan ekan, mana sovliqlar 52lik bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. 51 dan so'ralyapti. 6 dan aytilyapti, mana ko'ringlar. 6 dona sovliq. Sovliq so'raganlarga mana aralashtirib oldik, qo'chqor, urg'ochi hammasidan. Videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar, kommentariy yozishni qo'llanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.